Sizlarga intim lazer yordam bermasligi haqida ma'lumotga egamisiz? Hozirgi paytda eng trendga chiqqan protseduralardan biri bu ginekologiyada intim lazer toraytirish hisoblanadi. Xullas, biz qachon intim lazerni qo'llaymiz? Agar bachadonni qinni devorlari birinchi darajada kengaygan bo'lsa, tashqi qismda hech qanaqa tug'ruqdan asoratlangan razriflar bo'lmasa, hamda bachadonni qisman birinchi darajali tushishi bo'lsa, biz intim lazer usulidan foydalanishimiz mumkin. Agar sizlarda ikkinchi, uchinchi qin devorlarning kengayishi, bachadonni ikkinchi, uchinchi darajali, to'rtinchi darajali tushishi bo'lsa, hamda juda ham ko'p kuzatilayotgan siydik tuta olmaslik bo'lsa, sizga tavsiyam faqat bitta. Biz intim lazer orqali hech qanaqa yordam bera olmaymiz. Faqat jarrohlik amaliyoti orqali anatomiyani tiklaymiz hamda yashash tarzingizni 100% o'zgartiramiz.